Assalomu alaykum arxitektorlar. Revitda ishlaydigan arxitektorlar diqqatiga bitta zo'r fishka aytib ketaman. Bilganlarga eslatma, bilmaganlarga ilm bo'ladi. Qaranglar. Planirovочное решение qilasizlar yoki montaj qilasizlar. Xullas, plan asosida eshik ushimizni hali razmerlari yo'q. Eshikni ikkita перегородкаning o'rtasiga yoki bo'lmasa qaysidir перегородкаdan qanchadir masofadan qochirish kerak. Revit ustanovkasida, bazaviy ustanovkasida mana o'zi razmerlar qo'yib beradi, lekin bundan hozircha biz o'zgartira olmaymiz. Nimagaki bu devori o'sib turibdi, bu devori o'sib turibdi. Bizga ikkita chetidan devori yuzasidan kerak. Endi buni qanaqa to'g'rilash kerak? To'g'rilash aytaman. Управлениеga kiramiz. Дополнительные параметры, аннотации, временные размеры. Mana bu yerda стены и двери и окна degan kategoriyasi bor. Stenini o'z stenida turibdi, dver серединада turibdi. Buni biza поверхность стены и проемы qo'yamiz. Okey. Shunimizni mana ko'rib turganingizdek, bunda yuzasi и buni yuzasidan ushlayapti. Agar bu yoqdan devor qo'yamiz hozir. Shunimizni mana ko'rib turganingizdek, ishlarni ancha yengillashtirib beradi. Misol uchun ishimizni qilamiz. 350 qochsin bo'ldi. Ertaga оформление qotganda sразу 350 chiqadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Revitda ishlaydigan arxitektorlarga tashabbur qiling.